Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-may haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Ko'ylak lozimlar narxi necha puldan? 45 ming so'm, ha? Donagami? Donaga 45 ming so'm, pachkaga 43 ming so'm ekan. Razmerlari necha yoshga tushadi? Standart deyishyapti. Material nima o'zi buni? Silim shtampil ekan. Mana boshqacha gullilari 45 ming so'mdan donaga olishaveradi. Ko'ylak lozim bular. 45 dan donaga tanlab olaverasizlar ekan. 43 ming so'm pachka narxi ekan. Telefon nomeri 91lik 156 66 22 ga telefon qilasizlar. Mana shu ko'ylaklar kerak bo'lsa. Xo'p.